Assalomu alaykum Elparvar JM avtokredit obunachilarimiz. Bu videoni qilishdan maqsad Elparvarda qanaqa xizmat turlari bor. Birinchi turimiz 2018-yildan 2025-yilgacha ishlab chiqarilgan yangi BU avtomashinalari bizda mavjud. Kelib, mashinaning turiga qarab $500 dan $2000 gacha boshlang'ich to'lov qilib, o'zingizlarning nomingizga bitta pasportni olib chiqib ketish imkoniyati ham bor. Ikkinchi variant trading varianti. Bu mashina eski haydab yurgan mashinalarni olib kelsanglar, bizdagi yangi mashinalarga alishtirib berib, ortiqcha puli bo'ladigan bo'lsa qaytarib berish imkoniyati ham bor. Uchinchi variantimiz haydab yurgan mashinalarni bizdan bozor 200 metr narida bozor narxida hisoblab naqd pulga sotib olish imkoniyati ham bor. To'rtinchi variantimiz bizda 40-50 dan ortiq mashinalarimiz bor. Bizdagi mashinalar mabodo sizlarga ma'qul kelmaydigan bo'lsa, bizdan 200 metr narida bozordagi mashinani olib chiqib turib, naqd pulga sotib olib chiqib turib, o'zingizlarning nomingizga qilib berish imkoniyatimiz ham bor. Beshinchi variantimiz avtokreditga mashina olib turib, mashinangizni misol uchun yarim yil, 1 yil, 4 oy, 5 oy to'lamay turib, mashinalar vazmo'yis bo'lmayapti to'lashga, olib kelsanglar, o'sha mashinalarning kreditini ostatka summasini bilgan holatda kreditingizni yopib berib, sizlarni bankdan qutqarish imkoniyatimiz ham bor. Xullas, Elparvar JM avtokreditga kelsanglar, o'ylagan hamma fikringlarni qilib berish imkoniyatimiz ham bor. Bu videoni imkon qadar maksimal tarqatamiz va Elparvar JM avtokreditni call center nomerlarimiz bor. Bemalol qanaqadir savol, o'zingizlarda savol tug'ilib qolsa, bemalol telefon qilib, mashinani ham qiziqsanglar bo'ladi, savollarni berib, savolingizga javob olsanglar ham bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.